Ha, tegishli? Charchab ketdi odam aka. Ikkita barmoq. Qaysi birini tishlasam og'riyapti? Qiyin vaziyat. Gapirmay aka. Onam bilan gaplashsam, onam haqli. Ayolim bilan gaplashsam, ayolim ham haq. Boshim otilib ketayapti. O'rtada ko'zim ko'rmayotgan faqat farzandlarim. Bilmadim. Erkaklar. Oson emas. Oilam, bola chaqam deb ko'chada tinmay ishlab yuradi. Ro'zg'or degan yukni ko'tarib yuradi. Farzandlarimni boqishim kerak deb ishxonada odamlarning sassiq gaplarini ko'taradi. Opa-sinisi bo'lsa, ularning sarpasini ko'taradi. Hammasini qilib bo'lgandan keyin uyga borib dam olish o'rniga onasi bilan ayolining o'rtasidagi munosabat degan tarozni ko'tarib turadi. Menimcha eng og'iri shu bo'lsa kerak.